Aleyküm salom, aka yaxshimisiz? Rahmatlar, yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ah, Tinchmisizlar? zo'r soch zo'r. Men ham yotuvdim, bekachidan shu akaga bir telefon qilay dedimda. Zerikib yotibdi ekan deb. Qayerdansiz aka, ismingiz nima? Andijondan, ismim Said Akbar, Jalaquduqdan. Andijon Jalaquduq Said Akbar. Nechinchi yilsiz? 88. 88. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Peterdaman. Nima ish qilasiz Peterda? Fermada ishlaymiz, fermada. Mol fermami? Qanaqa ferma? Chorvami? Nechi bosh bor endi? Bor bir 1,5 mingta bor. 1,5 mingta? U nechi tuyoq bo'ladi unda? 6 mingta. Nechi kishi qaraysizlar? Menda ham chorva bor-da, shuning uchun qiziqyapman. 1,5 mingta molga nechi kishi qaraydi? Bor bir 20 ta bor. 20 ta odam qaraysizlar, gap yo'q. Hamma Andijondanmi? Bu yerda aka-ukalar, mana 10 tachamiz bormiz. Gap yo'q. Bizni kanalda kim tavsiya qilgan, qanchadan beri kuzatasiz? Sizni kanalingizni bizim mahalladan bittasi bir YouTuber 4 yilcha bo'lib qoldi, 3 yildan o'tdi-da. Aha. Shu o'ynab keladi. Ishonch bor har holda. Ha, ishonch borlik uchun o'ynab yuribmiz. Gap yo'q. 36-turimizga nechta bilet olgansiz? Bitta. Nechi bilet raqam? 30-70 birozni ko'rib olaydi. 32 qirib WhatsAppdan istaysiz, chunki biz hozir boshqa WhatsAppdan telefon qilyapmiz. 30-73. 30-73. Mana shu. Qancha bo'ldi kelganingizga uka? 6 oy bo'ldi borib kelganimga. 6 oy bo'ldi. Gap yo'q. Nima edi endi oldinga qo'yilgan maqsad? Oldinga qo'yilgan maqsadim shu. Mashina olish, uylarni bitirishdi. Gap yo'q. Uka, tabriklayman. Jitour 70+ sizga nasib qildi. Oppog'i. Qulli bo'lsin. Rahmatlar. O'zi oppoq qip-qizil salon ideal holatdagi avtomobil. Probegi ham shu 30 ming atrofida bo'lsa kerak. Kechga shu yutaman deb yurdim. 3 kunda ketib qolaman deb bolalarga hazillashyaptim. Nimaga dedilar? 3 kunda ketib qolaman deyaptim, hazil qilib. Rostdan ketib qolasiz endi. Ishqilib yaxshi tomonga keting. Bizda Andijonda bilasiz, ketib qolibdi, boshqa narsa bo'ladi. Gap yo'q, omadingiz bersin. Bir obunachilarga yaxshi tilaklar bildiring. Juda ko'pchilik bilasiz, Qo'rg'ontepa, Jalaquduq kuzatadi. Kim shuni niyat qilib o'ynayotgan bo'lsa, hamma niyatiga yetsin. Hamma yutaversin. Gap yo'q. Oylik nechi pul o'zi? Oxirgi savolim. Fermada oylik nechi pul? Bor 150 ga yaqin. Bir kishi 150 ga yaqin olasizlar. Endi qo'shimcha ish qo'shib olganmiz-da. Ha. Vaqtimiz ko'p bo'ladi, shu qo'shimcha ish qo'shib. Gap yo'q. Bo'ldi, 4 ishchi. Tayyorlab turinglar. Boramiz ish o'rni. Gap yo'q uka, omadingiz bersin. Srochno biletni oling, suring. Mashina turibdi tayyor Andijonda sizni kutib. Xo'p. Omadingiz bersin uka, sog' bo'ling.